Oyi, Qizim, oyi, men o'zim o'lmaganman. senga nima bo'ldi? Oyi, meni o'ldirishgan. Ha, o'ldirishgan oyi. Nima? Oyi, menga yordam bering. Iltimos, menga yordam bering. Qabrimni ochtiring. Iltimos, oyi. Qabrimni ochtiring. Iltimos. Qizim. Qizim. Aniq bu tush emas. Aniq bu tush emas. Qizim. Qizimni ruhi keldi. U meni nimadandir ogohlantiryapti. Qizim. Senga nima qilishdi? Menga nima demoqchisan? Qizalog'im. Qizim. O'zi ko'nglim nimanidir sezib yurgandi. Tushundim. Xo'p, Assalomu alaykum. Mumkinmi? assalomu alaykum. Va alaykum assalom qizim. Haligi qizimni masalasi bo'yicha kelgandim. Qizingizni ishi yopildi, opa. Iloji yo'q. Qizimni qabrini ochish kerak. Har kuni tushimga kirib chiqyapti qizim. Nimalardir demoqchi bo'lyapti. U o'zi o'lmagan. Singlim uni o'ldirishgan. Endi bu tushda, undan keyin tushga nimalar kirmaydi, opa? Yo'q. Rasmiy tartibda ruxsat so'rayman sizdan. Qizimni qabrini ochinglar, tekshirib ko'ringlar. Bunchalar ko'p tushimga kirish yaxshi emas-ku. Jon singlim, Mayli. iltimos sizdan. Bo'pti, opa. Xo'p. Xonada gaplashaylik siz bilan. Xo'p. Yuring. Opa, bilasizmi? To'g'ri, endi siz onasiz, farzandingiz tushingizga kiradi. Lekin har bir tush ish ochish uchun asos emas. Qizingizni o'lim protokolini o'qigandim. Shubhali. To'g'risi men ham ishonmadim. Lekin surishtiruv huquqi menda emas. Shu uchun aralashmadim. Iltimos singlim, qabrini ochinglar. Qizim tirik ko'milgan bo'lsa-chi, balki o'lmagandir. Iltimos singlim, siz o'zingiz qayta ish oching. Ruxsat so'rayman. Ammo mayit qabrda bu ish ancha qiyin bo'ladi. Agar dalil topilmasa, ish yopiladi. Topiladi. Mana ko'rasiz, dalil topiladi. Lekin topilsa, hammaga og'ir bo'ladi. Topiladi. Hatto qizimni murdasini ham menga ko'rsatishmadi. Uning ahvoli qanday edi? Bilmadim. Iltimos ruxsat so'rang. Agar mendan nimadir kerak bo'lsa, aytgan joyingizga ariza tashlayman. Meni ko'nglim tinchlanmayapti.
Iltimos singlim. Oyi! 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 Ha? Ha? Oyi! Ha? Ular Sabinani qabrini ochishmoqchi. Nima? Nimaga qabrini? Nima qidirar ekan? Arvoh nima? Bilmadim. O'lgan odamni tinch qo'ysa bo'lardi-ku. Oyi, endi nima bo'ladi? Nima qilamiz? Bilmasam. Anovi onasi ishni qo'zg'atayotgandir-da. Jin ursin. Bu megajin o'lib ham bizni tinch qo'ymadi. Shu. Unday dema, jim. Devorning ham qulog'i bor. Xo'p, unda biror chora topaylik, bo'lmasa qamalib ketamiz. Jim, bo'ldi qil. O'ylashimga qo'yib ber. Vahima qilma, uyga kir. Bor xonangga kirib tur. Xo'p. Demak, bu xotin qizini o'limini tasodif ekanligini hazm qila olmayapti. Yana surishtirar ekan-de. Xo'p bo'ladi, tushundim. Surishtiruvni qonun doirasida bajarib, barcha dalillarni to'playman. Shunday qiling. Onasi prezident portaliga, ichki ishlarga yozibdi. Demak, onasini ko'ngli nimanidir sezyapti. Chindan ham kelinchak tasodifiy o'lim topmagandir, a? Men ham xuddi shunday o'yladim. Marhabo opa, hech ham tingani yo'q. Men yonimga ham bir necha bor keldi. Endi nima deymiz, o'rtoq boshliq? U ham ona. Ha, tushundim. Hamma hujjatlar tayyor bo'lgandan keyin surishtiruv ishlarini boshlang. Hali tergov jarayonlari cho'zilishi mumkin. Menimcha qabrni ochishga ruxsat bo'lmasa kerak. Bo'ldi, o'rtoq boshliq. Mahalladagilar bilan gaplashib turaman. Zora biror dalil topolsam. Mayli, nima yordam kerak bo'lsa men tayyorman. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p. Mayli. Xo'p, jiyan. Aytganingdek qilaman. Xo'p, mayli. Rahmat. Keldi shekilli. Hozir. Hozir. Assalomu alaykum. Voy, keling. Yaxshimisiz? Keling. Mumkinmi? Ha, keling. Ichkariga marhamat. Keling. Xabaringiz bo'lgandir. Keliningizni o'limi bo'yicha kelgandim. Ha, xabarim bor. Afsuski, ko'p narsalar keliningiz bilan ko'milib ketmaganga o'xshaydi. Tushunmadim. Qudaysiz marhabo opa. Qizini tasodifan o'lmagan deyapti. Yer yutsin shu marhabona. Bilasizmi, qudam bir oz o'zini oldirib qo'ydi-da, bechora. Bechora ko'tara olmayapti. Farzand dog'ini ko'tarish osonmi? Chaqaloq qayerda? Chaqalog'imi? Uyda uxlayapti. Qudaysiz nevarasini so'rab kelmadimi? So'rab keldi, bermadim. Bu meni o'g'limni zurriyoti. Marhabo opani ham qizini farzandi-yu. O'ylanib ketay. Qarshiligim yo'q. Mana bemalol kelib, ko'rib, ketaversinlar. Lekin olib ketaman deyishlari bo'lmaydi. Endi menimcha bechora shu hamma narsani nevarammi deb qilyapti shekilli. Mana kelinim qizini tasodifiy qilib tushganini ko'tara olmayapti shekilli. Mana ekspertlar xulosa berdi-ku. Ekspertlarning xulosasini ko'rib chiqdim. Mana. Lekin ekspertizada chalkashlik bor. Nima?
Qanday chalkashlik? Nimaga chalkashlik bo'ladi? Maylimi siz bilan bafurja gaplashsak? Ha, iya albatta. Qani yuring ichkariga. Rahmat. Yuring, yuring. Men bunday sharmandalikni ko'tara olmayman. Uyat! Uyat! Qabrni ochishsa ertaga mahalla gap qiladi-ku. Bu xotinam anoyi emasga o'xshab ko'rinyapti ko'zimga. Har tomonlama kelib surishtiryapti. Oyi, ularni to'xtatish kerak. Nima? Qanday qilib to'xtatasan? Nima? Yo'liga to'g'anoq bo'lasanmi? Kiming bor? Kiming bor? Ey, undan ko'ra ko'zingni ola-kula qilmasdan xotirjam bo'l. Gaplarimiz bir joydan chiqish kerak. O'zingni fosh qilib o'tirmagin yana. To'g'risi bilmadim, oyi, bilmadim. Buni o'ligi ham bizga qimmatga tushyapti. Bas qil. Akang bilmay qo'ya qolsin. O'zi ta'ziyasiga ham kelmadi. Bu xotinni ham aldab-suldab orqasiga qaytarib yuboramiz. Kelinoyingiz o'lgan kuni uyda bo'lgansiz, to'g'rimi? Yo'q, uyda emas edim. Do'stlarim bilan edim. Keyin nima uchun meni so'roq qilyapsizlar? Do'stlaringizning ismlari nima? Xullas, hamma yo'l sizga olib boryapti. Siz Sabinani qotilisiz. Uni bo'g'ib o'ldirib, derazadan tashlab yuborgansiz. Yo'q. Siz nimalar deyapsiz o'zi, ha? O'zizdan o'ziz nimalar deyapsiz? Men qotil emasman. Qotilsiz. Qotil. Ayol kishiga zo'ravonlik qilish, uni qasddan o'ldirish, qiynoqqa solish Yo'q. va yana Yo'q, men qotil emasman. Yo'q! Ha, bolam, senga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Senga nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Oyi, suv bering. Suv. Suv? Hozir. Bo'lishi mumkin emas. Nimaga uni tushimda ko'rdim? Nimaga? Mana bolam, suvni ich, o'zingga kelib ol. Yomon tush ko'rding shekilli, a bolam? Yomon emas, oyi. Dahshatli tush. Oyi, u meni so'roq qilyapti. Qotillikni menga yuklayapti, oyi. U meni o'ldirganimni aytyapti. Shu nima seni miyangga quyilib qolganmi? U ayol hech narsa qila olmaydi. Nega hadeb o'ylayverasan, a? Bilmadim, oyi, lekin u meni so'roq qilyapti, oyi. Sal dadil bo'l. So'roqqa kelganda qaltirab o'tirmagin, tushundingmi? Biz o'ldirmadik. Biz o'ldirganimiz yo'q, tushunyapsanmi? U o'zi yiqilib tushdi. Tushunding-a? Ikkimizdan ham xuddi shu gap chiqsin. Tushundingmi? Endi yot. Bo'ldi, yot bolam. Yot. Endi yota qol. Men shu yerda bo'laman, xo'p? Xo'p. Singlim,
Men choy damlab kelay, a? Yo'q, shart emas. Sizga savollarim bor. Keliningiz o'zi qanaqa qiz edi? Judayam mehnatkash, aqlli, yaxshi qiz edi. Kelinim bilan ona bola deydik. Endi ko'rgilik ekanda. Keliningizni hech tergaganmisiz? Oilada kirdi chiqdi bo'ladi. Bekam ko'z bo'lmagandir. Men faqat so'zim bilan tanqid qilganman xolos. Bilasiz, kelinchaklarni kamchiligi bo'ladi. Endi yaxshi gaplashardik. Kamchiliklar bo'lsa aytardim. Yaxshi. Siz qanaqa qaynona bo'lgansiz? Qanchalik mehribon bo'lgansiz? O'zimni qizimday yaxshi ko'rganman. Judayam yaxshi edik. Judayam yaxshi ko'rardim. Judayam. Hay kelin, nimalar qilyapsiz? Voy tavba. Menga qarang, hozir ishdan keldingiz. Menga bering. Oyi, o'zim... Boring, ozgina dam oling. Ozgina joy bo'lsa o'zim supurib tashlayman. Rahmat oyijon. Ha, aytganday. Shohruh qo'ng'iroq qilmadimi? Yo'q, hali qilmadilar. Kecha gaplashgandim. Xudo xolasa farzandimiz tug'ilgancha kelar. Keladi. Men aytganman-ku. Ko'nglingizni xotirjam qilib yuravering, xo'pmi? O'g'lim kutilmaganda sulpriz qilib kirib keladi. Ilohim oyijon. Shunaqa Ilohim. Boring. Damlaringizni oling. Xo'p, o'zim o'rgilay sizdan. Xo'p, rahmat oyijon. Damingizni oling. Xo'pmi? Xo'p. Bora qoling. O'zim o'rgilay sizdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Kenay? Rahmat. Kenay, shoshmang. Mabodo hali oila olmadingizmi? Yo'q. Senga nima? Oyijon, assalomu alaykum. Senga nima? Oylik oladimi, yo'qmi? Seni nima ishing bor? Akangning xotinini puli bilan. Yo'q, haligi shunchaki ozgina pul kerak edi. Shunga Ha, pul kerak bo'lsa mendan so'ra, bolam. Bor, xonangga kir. xo'p. Endi xafa bo'lmaysa, siz o'g'limni gapiga quloq solmang. Xafa bo'lmang, xo'p? Maoshingizni istagan narsangizga sarf qiling. Yaqinda nabiramni dunyoga keltirsangiz, pul o'zingizga rosa kerak bo'ladi. Xo'p bo'ladi oyijon. Rosa mehribonsiz-da. Aylanib ketay sizdan. Men hozir qaynukangiz oldiga chiqib kelay. Hozir, xo'pmi? Xo'p. Assalomu Voy, alaykum oyijon. keldingizmi? Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bugun oilaga olgandim. Baribir o'zingiz ro'zg'or qilasiz-ku. Shuni ham olib qo'ying. Voy, Sherzodbekka kerak bo'lsa beravering. Axir biz bir oilamiz-ku. qizim, yo'q, shart emas. Meni nafaqam yetadi. Siz o'zingizga ishlating. Pulingizni sumkangizga solib qo'ying. O'zingizga ishlatasiz, xo'p? Oyijon, men bunchalik ko'p pulni ishlata olmayman baribir. Bo'lmasam to'plang. Hali nabiram tug'ilsa, hali o'zi chiqimi ko'p bo'lib keladi. Mayli oyijon, bo'lmasam o'zingiz to'plab bering. Voy,
Qizim, hech qo'ymadingiz-da. Mayli. Men bo'lmasam, bitta daftarga yozib qo'yaman. Nech pul to'planar ekan-a? Siz kiyimlaringizni almashtiring. Ovqat tayyor. Xo'p, oyijon. Kelin. Hoy kelin. Kelin-u. Sabinaxon, Labay oyijon. uydamisiz? Voy, Yaxshi keldingizmi? labbay degan tillaringizdan aylanay. Voy jonim. Yaxshimisiz? Mana sizga nimalar olib keldim. Ko'ringchi. Voy, buncha chiroyli. Sizga oldim. Kecha nafaqam tushgan ekan. Voy, nima qilardingiz ovora bo'lib? Endi kimga ham sarflardim, qizim? Qizimdek bo'lib qoldingiz. Rahmat oyijon. Buncha ham yaxshisiz. Rahmat, bolam. Ha, endi onangiz sizni oq yuvib, oqtarib menga topshirdi. Aylanay. Bugunoq oyimga maqtanaman. Voy, o'zimni qizimdan aylanay. Yuring. Tushlik tayyorlab qo'yganman Oh. oyijon. Yuring. Yuring. Charchamadingizmi? Yo, rahmat. Chaqqon kelinimdan o'rgilay. Qayerlarda yuribdi bu? O. Qayerda yuribsan? Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Oyijon, bo'ldi, iltimos. Siz ham qo'yavermang. Qayerlarda yuribsan? Nima qilib yuribsan deb so'rayapman sendan. O'zi to'g'risi qayerdan kelyapsan, nima qilib yuribsan degan gaplaringiz jonimga tegib ketdi. Undan ko'ra, qarang, cho'ntaklarim bo'mbosh. Menga pul bering, menga pul kerak hozir. Pul so'ramay qol. Pul deb yuraverasanmi? Oyi, Undan ko'ra biror joyda ishla. Menda pul yo'q. nima? Sizda pul bo'lmasa, ana keliningizda pul bor-ku. Nima? Akam kasha pul jo'natyapti-yu. Nima, siz bir o'ylab ko'ring, shuncha pulni nima qilyapti deb o'ylaysiz? Seni nima ishing bor? U pul bilan. U akangni puli, xotiniga tegishli. Xotini ham bizning uyda yashayapti-ku. Pullari ham bizniki bo'lishi kerak. O'chir ovozingni. Aljiramay o'l. Meni sharmanda qilyapsan, tushundingmi? Oyi, Agar mana shunaqangi yurganingni yana bir marta ko'rsam, sen bilan boshqacha gaplashaman, bola. oyi, qo'ysangizchi. Kelinni oldida sharmanda bo'lib o'laman men. Bor, tez xonangga kir. Ha, men yaxshiman. Oyijon ham yaxshilar. Kichkintoy ham yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, o'g'limmi? Ha, Qani beringchi. gaplashasizmi? Alo? Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Va alaykum assalom, bolam. Yaxshi, rahmat. Mana xotining bilan ona boladek bo'lib gaplashib o'tiribmiz. Aytganing kelsin. Sen xavotir olma, bolam. Men ham doim xotiningning yonidaman. Bir daqiqa ham yolg'iz qoldirganim yo'q. Voy, albatta bolam, boshing omon bo'lsin. Onang o'rgilsin. Mana xotiningga beryapman. Mana siz gaplashib oling, kelin. Men bir pasda ovqat qilaman. Yo'q, hozir o'zim qilaman. Voy, siz bemalol gaplashavering. Men bir pasda jispis qilib tashlayman. Gaplashavering. Baxtli bo'linglar, iloyim. Xo'p, rahmat oyijon. Hop.
Alo. Ha. O'zingiz qiynalmayapsizmi? Ha, rahmat. Ha, yetib oldim. Ha, o'zing ham esalomon yetib oldingmi? Voy, hozir telefon qilib yuboraman. Voy, bu nima qilganingiz, kelin? Kir yuvmoqchi edim, oyijon. Voy, olib keling menga. Bu og'ir-ku. Og'ir emas, oyijon. Ozgina-ku. Og'irmi, yengilmi, baribir yuk. Men o'zim hozir kir mashinaga hammasini tiqib qo'yaman. Qani siz kirib dam olingchi? Hademay ko'zingiz yorisa, sog'lom bola tug'ilish kerak edi. Voy, Bemalol oyijon. ko'tarib yurishingizni qarang. Boring. Oyijon. Hijolat qilyapsiz-da. Hijolat bo'lmang. Kiring. Boring, Xo'p, kiring. Rahmat, oyijon. O'zim bir pasda kir mashinaga tiqib qo'yaman. Tavba. Shu ham ishmi? Xudoyim. Ha, qizim. Shunaqa gaplar. Men o'z aslida qizimdan ayrildim desam ham bo'ladi. Sizga juda qiyin bo'lganga o'xshaydi. Qayerdan yiqilganini menga ko'rsata olasizmi? Ha, bemalol. Mana bu derazadan tushib ketdi. Oyna artayotgan edi bechora. Qiziq. Suhbatimiz avvalida men uyda bo'lmagandim. Kesam yerda yotgandi degandingiz. Ha? Nima? Men qachon bunaqa degandim? Yo'q. Men rost aytyapman. Men uyda edim. Siz boshqa gap aytgandingiz. Hozir o'zingizning gapingizga o'zingiz qarshi chiqyapsiz. Yo'q. Endi hozir mana shunaqa voqea bo'lgandan keyin meni boshim aylanyapti. Jinni bo'lib qolaman. Balki ko'chaga chiqib ketgandirman. Balki uydadirman. Endi hozir kallam ham joyida emas. Xo'p. Keliningiz derazadan tushib ketganda siz uyda bo'lgansiz. Ha, uyda bo'lganman. Qayerda edingiz? Men uyda deyapman-ku sizga. Opa, menga aniqroq gapiring. Oshxonadami? Hovlidami? Qayerda? Deb bilmasam deyapman-ku. Yana qaytarib aytaman. Mana shu voqea bo'lgandan beri jinni bo'lib qolay deyapman. Nimadir tap etib pastga tushdi. Otilib chiqdim, qarasam kelinim yerda yotibdi. Jonim chiqib ketay dedi. Tushunarli. Nahotki keliningiz shu xavfli joyda oyna artayotganini ko'rib bir og'iz gapirmadingiz. Muncha ham g'alchi bu xotina. Muncha savol beradi. Menmi? Ha, aytdim. Endi nima qilay? Oyjon, artavraman deb ishini davom ettiraverdi. Tushunarli. Buguncha suhbatni shu yerda tugatsak ham bo'ladi. Hali o'g'lingiz ham bor, davom etamiz. Voy, menga qarang, singlim. Ha, o'g'limni aralashtirib nima qilasiz? Ha, uyda bo'lmagan-ku. Kelin o'lgandan keyin 2 soatdan keyin keldi. Ungacha kasalxonaga olib ketishgandi. Baribir surishtiramiz-ku. Bu xonadonda kimlar yashasa, hammasi so'roqqa tortiladi. Mayli. So'roq qiling, lekin o'g'limda ayb yo'q. Meni ham aybim yo'q. Tushunarli. Buni vaqt ko'rsatadi. Yana hali gaplashamiz. Xayr. O'tirsangiz bo'lardi. Mayli. Demak,
Bu ish ancha chigal. Biz esa onani birgina tushuni deb surishtirishni boshladik. Ammo hech qanday dalil topilmayapti-ku. Assalomu alaykum o'rtoq boshliq. Va alaykum assalom. Ishlar qalay? Xo'sh, siljish bormi? Endi boshladim o'zi. Biroz chigallik bor. Negadir qaynonada kuchli stress. Hadik bor. Jinoyatni ustida qo'lga tushgan odamdek nimadurlar deydi. Ba'zi gaplar haqiqatga umuman to'g'ri kelmaydi. Yoki o'z gapiga qarshi chiqib, umuman boshqa gapni gapiradi. Ha, endi uni ham shoshirib qo'ygan bo'lsang kerak-da, qaltis savollaring bilan. Yo'q. Odatiy savollar. Ya'ni o'zimni qiziqtirgan savollar. Ha, mayli, senga ishonaman. Imkon boricha surishtirib bilgin. Agar hech qanday ashyoviy dalil topolmasang, ishni uzoq cho'zmasdan yopganimiz ma'qul. Xo'p bo'ladi. Sizga xabarni yetkazib turaman. Yaxshi. Ishlaringga omad. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p. Bu ayol ko'ringani kabi mehribonmikan? Qizalog'im. Onangni tashlab ketding, qizim. Hammasini aytib berishim kerak. Voy, nimaga olmaydi-ya? Ola qolsangchi telefonni. Hammasini aytishim kerak, qizim. Nega ko'tarmayapsan? Onasi, nima qilyapsan? Men dadasi dalil topdim. Shuni Saidaga aytishim kerak. Telefonini ko'tarmayapti. Marhabo, sendan iltimos. Qo'ygin shu ishlarni. Nima qilasan qizingni ruhini chirqiratib? Chirqiratib? Men chirqiratyapmanmi? O'zi shundoq ham qizim azoblanyapti-ku. Har kuni tushimga kirib chiqyapti. Oyi meni o'ldirishdi. O'zim o'lganim yo'q deb. Har kuni tushimga kiradi dadasi. Siz ham otasiz-ku. Nimaga qizingizga joningiz achimaydi? Bu nima deganing? Nega jonim achimas ekan? Ichimdan o'tganini o'zim bilaman. Senga oddiydek tuyuladi. Men ham iztirobdaman. Hech hamda iztirobdagi odamga o'xshamaysiz. Go'yoki qizingiz o'lmagan. Ikkita o'g'lingizni boqib kelayotganday o'zingizni ko'rsatasiz dadasi. Jinnimisan sen? Ha, jinniman, telbaman, nima qilay? Qizimni dog'ida ado bo'ldim dadasi. Sizchi? Siz nima qilyapsiz? Men ham sendan kam emasman. Sen-ku ayol kishisan. Baqir-chaqir qilasan, yig'i-sig'i qilasan, dardingni chiqaraverasan. Men-chi men? Boshimni devorga urib yoraymi? Qizim. Dadasi. Men bunaqa deyishni xohlamagandim. Sen qayerdan ham tushunarding? Erkak kishini iztirobini. Bore.
Kim? Mumkinmi singlim? Keling. Keling, kiring. Assalomu alaykum. O'tiring. Xo'sh, Singlim, haligi o'sha mavzu bo'yicha kelgandim. Qizimni telefonida bir qancha so'zlari bor edi, ammo telefoni yo'q. Topolmadim. Chunki menga bir necha marotaba yig'lab gapirgandi. o'sha telefonni topishimiz kerak. Qudayiz tuyani yeb, dumini ko'rsatgisi kelmayapti. O'zidan beozor qaynonani yasab olgan. Ha, shunday. U ilonni yog'ini yalagan. Qizimga shunchalik ko'p zug'um qildiki, bechora qizim o'sha uydan zada bo'lib ketgandi. Kamiga qaynukasi ham tinch qo'ymasdi. Aniq bilaman. Qizimni o'sha sherzod o'ldirgan. Pul so'rayverib, holi joniga qo'ymasdi qizimni. Chunki qizim